Barchaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi darsimiz va nihoyat funksiya mavzusi. Xo'sh, funksiya mavzusi o'zi nima degan savolga ko'pchilikda aniq bir javob yo'q. Endi avval darsimizni mana shu savolga javob berishdan boshlaylik. Funksiya o'zi nima? Nima uchun kerak? Birinchi masala. Funksiyani asl ma'nosi bu biz o'zimiz tilimizda bilgan o'sha telefonni funksiyasi, kompyuterning funksiyasi degan ma'no bilan bir xil. Misol uchun telefonning qanaqa funksiyalari bor? Rasmga olish funksiyasi bor, videoga olish funksiyasi bor, telefon qilish funksiyasi bor, kalkulyator funksiyasi bor va hokazo juda ko'p funksiyalari bor. Kompyuterning ham juda ko'p funksiyalari bor. Qo'limdagi markerning funksiyasi yozish. Mana bu narsaning funksiyasi o'chirish. Va hokazo hamma narsaning o'zining funksiyasi bor. Matematikada ham funksiyalar bor. Ularning o'zining vazifalari bor. Xuddi markerning o'zining vazifasi bo'lganda. Misol uchun y barobar 2x plus 1 degan funksiyaning vazifasi nima? Yoki y barobar x minus 1 degan funksiyaning vazifasi nima? Endi mana shu savolga oldin javob topaylik. Y barobar x minus 1 funksiyaning vazifasi nima? Qarang. Mana bu x argument deyiladi. Siz x ni o'rniga son qo'yasiz. Son kiritasiz. Xuddi kompyuterga son kiritganday. Va sizning natijangiz y da chiqadi. Bu natija bu. Demak, tushundingmi? X ga son qo'ysangiz y natija bo'ladi. Endi savol, misol uchun mana shu holatda x ni o'rniga men 5 yozsam, y nima chiqadi? 5 dan 1 ayiramiz, 4. X ni o'rniga 6 qo'ysam, y nima chiqadi? 6 dan 1 ayiramiz, 5. X ni o'rniga 7 qo'ysam, y 6 chiqadi. Xo'p, sezgan bo'lsalaringiz, biz x ni o'rniga nima son qo'ysak, undan bittaga kichikroq bo'lgan son chiqar ekan. Demak, ushbu funksiyani aslida vazifasi kiritilgan sondan bittaga kichikroq bo'lgan sonni topib berish. Farazan siz buni kompyuterga shu funksiyani kiritadigan bo'lsangiz, siz 100 yozsangiz sizga 99 chiqarib beradi. Siz 1000 yozsangiz sizga 999 chiqarib beradi. Siz 5 yozsangiz sizga 4 chiqarib beradi. Siz 20 yozsangiz sizga 19 chiqarib beradi. Buni funksiyasi shu. Buni funksiyasi nima? Buni funksiyasi sizni kiritgan soningizni 2 ga ko'paytirib, natijasiga 1 ni qo'shib berish. Misol uchun, siz 0 kiritsangiz, u sizga nima chiqarib beradi? 1 chiqarib beradi. Siz 1 kiritsangiz bu yerga, u sizga 1 ni 2 ga ko'paytiradi, unga 1 ni qo'shib 3 chiqarib beradi. Siz deylik 2 kiritsangiz, u sizga 2 ni ana bu 2 ga ko'paytiradi-da, natijaga 1 ni qo'shib 5 chiqarib beradi. Va hokazo. Demak, bu funksiyaning vazifasi kiritilgan sonni 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'shib berish. Nimadir sonni kiritasiz kompyuterga. Faraz qiling, u o'sha kiritgan soningizni 2 ga ko'paytiradi, natijasiga 1 ni qo'shadi, ekranga chiqqan natijani ko'rsatib beradi. Demak, buni funksiyasi shu. Bu gaplarni biz matematikada o'rgangan funksiyaga, undagi savollarga, masalalarga qanday bog'laymiz? Quyidagicha bog'laymiz. Xo'sh, buni o'chiramiz, tushuntirish uchun yozdim. Endi qaranglar, hayotda biror bir real holatni tasavvur qilaylik. Real holat. Misol uchun, bir bola tug'ildi. Demak, yoshi kattalashgan sari, 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh, 10 yosh, 20 yosh bo'lgan sari, demak, ma'lum bir joygacha uni bo'yi o'sib boradi. Demak, kelingda biz bolani yoshini kiritaylik funksiyaga, funksiya bizga uni bo'yini chiqarib bersin. Shunaqa bir funksiya bo'lsin. Biz unaqa funksiyani yoza olmaymiz, u juda murakkab narsa, hammada har xil bo'ladi, kimdir sekin o'sadi, kimdir tez o'sadi. Misol uchun aytayapman. Qanday bo'ladi? Misol uchun, mana bu x yosh. Qavsida yosh yozib qo'yaman. Y bo'lsa, uni bo'yi. Biz uni yoshini kiritamiz, bo'yi chiqadi. Deylik, bola 1 yoshda bo'lganda bo'yi qancha bo'lgan bo'lishi mumkin? 1 yoshli bola. Deylik 40 sm, 0.4 metr. Metrda hisoblaylik. 2 yosh bo'lganda 0.5 bo'lgan. 3 bo'lganda 0.7 bo'lgan. Misol uchun aytayapman, endi men o'lchab ko'rganim yo'q. 4 bo'lganda nimadir bo'lgan. Va hokazo 10 yoshda bo'lganda bo'yi deylik 1 metr 20 sm bo'lgan.
va hokazo 15 yosh bo'lgan paytda bo'yi 1 metr 60 santimetr bo'lgan. Va 18 yoshda bo'lganda bo'yi deylik 1,75 bo'lgan. Demak, biz uni yoshiga qarasak, uni bo'yi ro'parasida turibdi. Yoshiga qaraymiz, uni ro'parasida bo'yi turibdi. E'tibor beringlar. Bu bolaning yoshi va bo'yi o'rtasidagi mutanosiblik deb aytiladi. Bolaning yoshi va bo'yi o'rtasidagi mutanosiblik. Funksiyada ham doim y bilan x o'rtasida mutanosiblik bo'ladi va o'sha mutanosiblikni mana bu funksiyani shakli bizga ochib beradi. Misol uchun biz hozir mana shuni ko'ryapmiz-da, kimdir bizga savol bersa, "Xo'p, shu bolaning yoshi misol uchun 13 yoshda bo'lganda necha santimetr bo'lgan desa, bu yerda jadvalda 10 santimetr bo'lmasa. Men ayta olmayman uni jadvalga qaramasdan turib. Lekin agar menga bolani bo'yiga qarab yoshini chiqarib beradigan aniq funksiya berilsa, matematik jihatdan bu narsani matematik analiz boshqa matematik modellashtirish deydi. Shunaqa qilib matematik modellashtirgan holda menga funksiya qilib bersa, men haligi funksiyaga bolani shunday 13 degan yoshini shunday kiritsam, menga uni bo'yi chiqib keladi. Demak, bu aloqadorlikni, mutanosiblikni ifodalaydi. Endi qaranglar. Bittasi x, bittasi y deyapman. Misol uchun 1 bo'lganda 0.4 bo'lgan desam, mana bu yer 1, mana bu yer 0.4, mana bu yerda qanaqa bitta nuqta bo'ladi. Xo'p, keyin ham bu yerda qanaqa nuqta bor? Bu yerda qanaqadir nuqta bor. Qanaqadir nuqta bor, qanaqadir nuqta bor, nuqta bor. Nuqtalarni hammasini birlashtirsak, qanaqadir chiziq paydo bo'ladi. Mana bunaqa tasavvur qiling, nuqtalar cheksiz ko'p. Hammasini birlashtirsangiz bitta chiziq paydo bo'ladi. Cheksiz ko'p nuqtalarning birlashmasi chiziq bo'ladi. Bu chiziq nima aslida? Bu chiziq har bir nuqtasi x va y o'rtasidagi mutanosiblikni ifodalovchi cheksiz ko'p nuqtalarning jamlanmasi. Bu degani siz funksiyani istalgan nuqtasini oling, undan x ga perpendikulyar tushiring, y ga perpendikulyar tushiring. X ni mana shu qiymatiga y ni mana bu qiymati mos keladi. X ni mana shu qiymatiga y ni mana bu qiymati mos kelaveradi. Demak, biz funksiyani chizmasini bilish orqali juda ko'p narsalarni bilib olishimiz mumkin. Bundan foydalangan holda. Xo'sh. Misollar ko'rishda davom etamiz. Deylik, bizga bir funksiya berildi. Funksiyani hozir yozaman. Deylik, bizga bir funksiya berildi. Bu funksiya mana bu yerda boya yozganimizda yaxshi y barobar 2x minus 3. Qarang. Keling, funksiyaga x va y ga son berish orqali ular o'rtasidagi mutanosiblikni baholashga harakat qilaylik. X 0 bo'lganda y nima chiqqan? 0 ni 2 ga ko'paytiramiz, 0 dan 3 ayiramiz, minus 3. Y minus 3 bo'lgan ekan. X imiz 1 bo'lganda y necha bo'lgan? 1 ni 2 ga ko'paytiramiz, 2, 2 dan 3 dan ayiramiz, minus 1. X imiz 2 bo'lganda y necha bo'lgan? 2 kare 2 4, 4 dan 3 dan ayiramiz, 2. Va hokazo. Keling, davom ettiramiz. X 3 bo'lganda y necha bo'lgan? 3 kare 2 6, 6 dan 3 dan ayirsam 3. Xo'sh. To'xtanglar. 2 bo'lganda 2 chiqmagan, 2 kare 2 4, 4 dan 3 dan ayirsam 1. Mana bu yer 1 bo'ladi. To'g'ri ketib qolibdi. Bu yer 1. 0 bo'lganda minus 3 to'g'ri, 1 bo'lganda minus 1 to'g'ri. 4 bo'lganda 4 kare 2 8, 8 dan 3 dan ayirsak 5. Xo'sh. Ana endi qarang. Shu narsani o'tgan dars bilan bog'lasak, buni koordinata deyish mumkinmi? 0 u minus 3 koordinata, 1 u minus 1 koordinata, 2 u 1 koordinata, 3 u 3 koordinata, 4 u 5 koordinata. Shu koordinatalarni topaylik. O'tgan darsda o'tganmiz. 0 u minus 3 koordinata qayerda? X 0 bo'lgan joy mana bu yer. Y ni minus 3 bo'lgan joy mana bu yer. Demak, mana bu nuqta ekan. Keling, boshqa bir rang bilan belgilaylik. Misol uchun qizil bilan. 0 minus 3 demak mana bu yer ekan. Mana bu yer. Belgiladik. Birinchi. 1 u minus 1. X 1 bo'lgan joy mana bu yer, y minus 1 bo'lgan joy mana bu yer. Demak, 1 u minus 1 bo'lgan joy mana bu yer ikkalasini kesishgan joy. Belgiladik. 2 1 bo'lgan joy. 2 mana, 1 mana, demak mana bu yer. Buni ham belgiladik.
3 u 3 bo'lgan joy. Mana 3 kesgan joyi taxminan mana bu yer bo'ladimi? Belgiladik. 4 u 5. 4 5 taxminan mana bu yer. Endi nuqtalarni cheksiz nuqtalarni qo'yib chiqsak, oxir chiziq hosil bo'ladi. Biz cheksiz nuqtalarni qo'yib chiqishga vaqtimiz yo'q, imkoniyatimiz yo'q. Biz shunday birlashtiramiz. E'tibor beringlar, hamma nuqtalar bitta to'g'ri chiziqda joylashib qoldi. Mana birinchisi, mana ikkinchisi, mana uchinchisi, mana to'rtinchisi, mana beshinchisi. Hammasi bitta nuqtada joylashib qoldi. Hammasi bitta nuqtada joylashgan. Bu nima degani? Bu degani mana bu holatdagi mana y barobar 2x minus 3 funksiyasidagi x va y o'rtasidagi mutanosiblik bog'liqlilik chiziqli bog'liqlilik ekan. Demak, ular chiziqli bog'liq ekan bir-biriga. Ya'ni ularning bog'liqligini bunday qilib tekshirib ko'rib nuqtalarni qo'yib chiqsangiz va ularni birlashtirsangiz sizga to'g'ri chiziq hosil bo'lar ekan. Demak, ular chiziqli ravishda bog'liq ekan bir-biriga. Mana shu yerda yana bitta narsa. Eng muhim joyi. Biz 5 ta nuqta qo'yib ko'rdik. Aslida 2 ta nuqta yetarli. Chunki shunchaki mana bu nuqtani bilsam edi, mana bu nuqtani bilsam, misol uchun ikkalasini birlashtirsam, qolgan nuqtalardan ham o'z-o'zidan tabiiyki o'tib ketgan bo'lardi. Demak, ma'lum bir funksiyani grafikini chizing deganda, shu funksiyaga x ga bitta son berib, y topib, x ga ham bitta son berib, y ni topib, ikkita koordinatani shunday ma'noda ikkalasini ham topib, chizishni qo'yib chizib yuborsak, o'sha mana bu funksiyani grafiki hosil bo'lar ekan. Ya'ni qanaqa grafik? Shunaqangi grafikki, u mana shu funksiyadagi x bilan y o'rtasidagi mutanosibliklarni ifodalovchi koordinatalardan tashkil topgan. Cheksiz ko'p koordinatalardan tashkil topgan. Shu to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Ana endi yana bitta chiziq chizaylik. Y barobar bo'lsin x plus 3. Son beramiz. Bu yoqqa x, bu yoqqa y. X ga 0 bersak y'imiz 3. X ga 1 bersak y 4. X ga 2 bersak y'imiz nima chiqadi? 2 ga 3 ni qo'shsa 5. Hop, ikkita yetadi deganmidi? Mana shu ikkitasini olamiz. Demak, bizga 0 u 3 koordinata va 1 u 4 koordinatalar yetarli, kifoya qiladi. 0 u 3 koordinata, x 0 bo'lgan joy mana bu yer, y 3 bo'lgan joy mana bu yerda. Mana bu koordinata. Qizil bilan belgilab qo'yamiz. Mana. Keyingisi 1 u 4 koordinata. Mana bu yer 1, bu yer 4, mana birlashgan joy mana. Ikkalasini birlashtirsak chiziq qanaqa hosil bo'ladi? Demak, taxminan mana shunday chiziq hosil bo'ladi. Demak, mana bu chizig'imiz y barobar 2x minus 3 chiziq. Mana bu chizig'imiz y barobar x plus 3 chiziq. Demak, o'rgandik, qanday qilib sizga qanaqadir bitta funksiya bersa, siz uni grafikini chizishingiz mumkin. Va bu grafikning ma'nosi nima o'zi? Bu grafikning ma'nosi demak x bilan y o'rtasidagi mutanosiblik. Mana shu grafikda istalgan bitta nuqtani oling, istalgan bitta nuqtani oling. Misol uchun, mana bu nuqtani olaylik. Shunday tushirsak 5 ga tushyapti. Bunday tushirsak, xo'sh, 8 ga to'g'ri kelyapti. Haqiqatda x 5 bo'lganda y 8 bo'lgan bo'ladi. Mana tekshirib ko'raylik. 5, x o'rniga 5 qo'ying. 5 ga mana 3 ni qo'shsa nima chiqadi? 8 chiqadi. Mana y'imiz 8 chiqadi, x'imiz 5 bo'lgan. Ya'ni x bilan y o'rtasida cheksiz ko'p kombinatsiyalar paydo bo'ladi. X ga nimadir bersangiz, y nimadir chiqadi. X ga nimadir bersangiz, y nimadir chiqadi. Cheksiz ko'p unaqa. Uni hammasini nuqta topib chiqish iloji yo'q. Lekin mana shu chiziq o'shalarning hammasini ustidan o'tgan. Ya'ni bitta chiziq orqali siz to'liq mutanosiblikni bilishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi uyga vazifa quyidagicha bo'ladi. Siz grafikini chizasiz. Men o'rgatgan usulda quyidagi funksiyalar. Y barobar 3x plus 6. Y barobar 2x minus 4. Y barobar minus x. Y barobar minus x minus 6. Darsimiz o'zining nihoyasiga yetdi. Taklif, savol, mulohazalar bo'lsa, bemalol kommentariya qismida qoldirishlaringiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, tanishlaringizga ulashadigan bo'lsalaringiz, ushbu loyihaning rivojiga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.